Hammasiga urush e'lon qildim. Ular bizni nazarga ilishmadi. O'zlaricha po'pisa ham qilishdi. Endi bizning navbatimiz. Tender shartlari butkul o'zgardi. Puli borlar emas, jonini o'rtaga tikkanlar yutadi. Kimdan boshlaymiz? Men Xazarbey o'g'illaridan. Sen Qarajadag'lardan. Sen kupa-kunduzi ko'cha o'rtasida qo'lingda granata bilan nima qilyapsan? Aslida o'zing nima qilyapsan? Kupa-kunduzi makonimni portlatyapsan. Meni nima aloqam bor, Po'lat? Seni kechagina ogohlantirgandim. Begunoh odamlarning o'lishiga qanday qilib ko'z yumasan? Ba'zi narsalarni senga so'zlar bilan tushuntirish qiyin bo'lyapti. Tijorat olamiga kiraman va shu tarzda millatimga xizmat qilaman deding. Chegaralarni shunga qarab belgiladik. Keyin esa razvedka xizmatlari o'rtasiga bomba kabi tushyapsan. Chegaralarni mensimaslikka haqqing ham, huquqing ham yo'q. Bu millatga xizmat qilishim uchun sendan ruxsat olmaganman. Makoningni men portlatmadim deyapsan. Unda yuzing qizarsin. Seni yurtingda kimdir kelib meni makonimni portlatsa-yu, shunda ham vazirligini pesh qilyapsanmi, ha? Tushunmayapsanmi, Po'lat? Bunga nimadir qilishga seni kuching yetmaydi. Kimdir meni qo'limdan nimanidir olishga urinsa, uni qo'liga tutqazishga boshqa narsa topaman. Po'lat Alemdar, bekorga o'lib ketma. Qo'lingdan kelsa o'ldir. O'ldir! Bundan buyog'iga oyog'im ostida o'ralashma. Bu oxirgi uchrashuvimiz bo'lsin. Muassasaning boshida endi menman. Men shu yerda ekanman, sen yo'qsan. Muassasani ham, mana u kursini ham senga berib qo'ymayman, Vural. Davringni surib qol. Seni qayerga o'tkazishni yaxshi bilaman.